Bir yemakxonada ajoyib holat bor. Sharti 3 ta lavash beradi. Shuni bir kishi yeyolsa, pulini to'lamasdan tekinga yeb ketaveradi. Agar 3 ta lavashni bir odam bir o'tirishda yeyolmasa, shu 3 ta lavashning pulini o'sha odam to'laydi. Buning hukmi qanday bo'ladi? Maşallah. Alhamdulillah va salatu vassalamu ala rasulillah. Mana shu hozir savolda so'ralgan bir taomxonada 3 ta taomni birdan kimga taqdim etilsa, hammasini birdan yesa, unga pul olinmas ekan, lekin ikkitasini yeb bittasini yeya olmasa yoki 2,5tasini yeb yarimtasini yeya olmasa pulni to'lar ekan. Bu fosid shart ustiga qurilgan kelishuv bo'ladi va bunday kelishuv bilan qilingan ish shar'an nojoiz bo'ladi. Bunday holatda nima qilish kerak? Bunday holatda bitta narsa qilinadi. Bu shartnomani bekor qilib, yo ikkitasiga pul to'laydigan, yo uchtasiga pul to'laydigan, yoki hammasiga pul to'lasin, yoki hammasiga pul to'lamasin. Yesang pul to'laysan, yemasang pul yesang pul to'lamaysan, yemasang pul to'laysan degan shart bilan qilingan shartnoma fosid shartnoma bo'ladi. Shuning uchun bunday shartnoma bilan taom yeyish ham, odamlarga taom taqdim qilish ham joiz emas. Vallohu a'lam bissavob.